Sizlar bilan Treasure FF kanali. Bugungi videomizda men o'z akkauntimni obzor qilaman. Bu meni YouTube'ga qo'yadigan ilk video, shuning uchun like va obuna bosib qo'ying. Bu videoda almazlik konkurs o'tkaziladi. Qanaqa almazlik konkursiga videoni oxirida aytaman. Shuning uchun videoni chiqib ketmasa oxirigacha ko'ring. Profildan boshlaymiz. 51-uровень, 640 ta like. Kibriyatingda 4 marta, 1 marta, 2 marta X-bet, 2 marta masterga chiqqanman. Bu ratingda 1 marta X-bet, 3 marta master. 7 ta props bor. Mana shunaqa akkaunt. Keyin sizlar tomoningizda sizlar ko'rib chiqamiz. Mana shu kiyimlar ochlar bor menda. Maskalardan. Bu bor. Bu to'g'ri. Bu. Yo'q, esa kiyimlar. Maskalarda bular bor. Kiyimlarda esa bular. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida qiziqarli almazli kiyimlar bor. Kiyimlarni bitta-bitta kiyib chiqaraman. O'zlaring vaqt ko'rib baho berasizlar. Emotlarga o'tamiz. Bu master emotsi. Bu esa nomi nima edi? Короче, o'sha. Keyin esa avion sabitida olingan emotsi. Avion qaysi sabitidagi salomlashishni. Bo'layotgan master. Bu emotlar. Bular yana o'tamiz. Va sumkalarga kelsak, endi jami 8 sumka bor. Mana shu sumkalar. Valuta bokslarda esa jami 18 valuta boks bor. Bitta ko'rib chiqarasizlar. Agar siz videoni shu joyda ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariyaga 5 so'zini yozib keting. Mashinalarga o'tamiz. Mototsiklga o'sha skin bor. Monster Truck 2 ta. Jeepga 2 ta. Pakap 2 ta, pakap 3 ta. Bularga yo'q. Profilga ko'rsak, bu X-bet, bu master. Bu profildan bor. Menda unchalik kuchli profillar yo'q, chunki akkauntim yaqinda ochilgan. Ancha ko'p bo'lgani yo'q. Shularni ko'rib chiqamiz. O'zlaringiz bitta ko'rib chiqaverasizlar. Bu yoqda esa kerak qiziqmas narsalar. Endi ko'radigan narsamiz bu skinlar. Hozir skin. Birinchi o'rinda M4, ya'ni AKM, M14 bor. Skader skin. Ekan. Farmers 88 ga bitta bor. 94 ga bitta. AUK ga bitta bor. Parafal ga ikkita. Zimorto ga bitta. G36 ga ikkita. A80 ga 3 ta bor. Pulemyotlardan. M249 ga bitta. UMP ga 4 ta skin bor. MP ga 5 ta, 2 ta, zo'r adash ketdi. FSC ga bitta, M40 ga 2 ta, bitta. 90 ga 2 ta bor. Thompson ga bitta, Victor ga 2 ta, Makon ga bitta, Bizon ga yo'q. Trabash ga 2 ta, Magitga 2 ta qo'yganlar yo'q. Sniperlardan M82B ga 4 ta bor. M24 2 ta. Bular yo'q. Pistollardan bitta bor. Uziga ham bitta bor.
Lech pistolet piyu. Lech pistolet ham bitta bor. Ближний bo'ylardan skatkaga 3 ta, baranka 4 ta, bittaga 4 ta, kasaga 4 ta, noja 4 ta. Bular yo'q. Granatadan 6 granata bor, 4 ta stingan bor. Bular desa yo'q. Uzr, tez gapirayotganim uchun gaplarim uzr ketib qo'yapti. Agar tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa, sizlardan kechirim so'rayman. Endi esa gildiyaga kiramiz. Gildiyamizda odamlar yo'q. Gildiya ko'tarilgan. Agar sizga gildiya yo'q bo'lsa, meni gildiyamga qo'shilishni tavsiya etaman. ID'ingiz menga durust tashlasangiz birga o'ynaymiz. ID'm ekranda. Endi nimaga qaraysan? Endi rank Historia rank kiramiz. Historia ekan. Men hozirgacha 2 marta ekstra, 1 marta. Keyin 1 marta masterga chiqdim. Bo'letin desa 1 marta ekstra, 2 marta, 3 marta masterga chiqdim. Uzr, ko'p gaplarim g'alati yaxshi chiqmayapti. Bu ko'p videoga olmasimdan sababli. Agar ovozim yomon chiqsa, sizlarga uzr so'rayman. Xo'sh, video oxiriga yetdi. Sizlarga aytayotgan almasning konkurslarini aytib chiqaman. Agar biz YouTube'da 500 obunachi yig'adigan bo'lsak, men obunachilardan bittasini tanlab olib turib, unga bir xatali voucher sovg'a qilaman. Agar biz Instagramda 500 obunachi yig'adigan bo'lsak, Instagramda ham xuddi shu obunachilardan bittasini tanlab olib, unga bir xatali voucher sovg'a qilaman. Agar biz YouTube'da 1K obunachi yig'adigan bo'lsak, akkaunt bor. O'yinda o'sha akkaunt borda podarka qilyaptilar. O'sha obunachilar bittasi podarka bor. Agar kimda akkaunt bo'lmasa, o'sha akkaunt yutib olish mumkin-da. Akkauntni shunday profildan ko'rsatib beraman sizlarga. Mana o'ynaydigan akkaunt mana shu akkaunt. Bunga 43 5 marta kredit, bo'letini 5 marta masterga chiqqan. Kreditni 1 marta. Mana shu akkaunt bo'ladi. Keyin bu akkaunt alohida obzor video chiqaraman. Mana o'ynaydigan akkauntga YouTube'da 1K bo'lishimiz bilan bu akkaunt o'ynaladi. Birinchi o'rin uchun shu akkaunt, ikkinchi o'rin uchun bir xatali voucher, uchinchi o'rin uchun 105 almas yutib oladi. Shartlarni tushunishingizni deb o'ylayman. Agar shartlari kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosasiz, Instagram akkauntimga ham like bosasiz, Instagramga kirib Trezer pastga deb qidirsangiz chiqadi. Hammaga xayr, sog' omon bo'ling.